Yangi domlardan arzon 5 xonali kvartiramizga kelganmiz. 126 kvadrat 4-qavatda liftli domda bo'lyapti. Narxi 120 ming, yana savdosi bor. Ko'rib turgan joyingiz mehmonxonamiz bo'lyapti. Mehmonxonamizda skvoznoy planirovkada ikkita radiator qo'yilgan, o'zlari uchun remont qilingan. Ko'p joylarda xonalarning ichida bitta katta radiator, xonani isitishga kuchi yetmaganligi sababli ikkita radiator qilganlar. Ganchlari hammasi tyaga bo'lgan, po'kka emas. Koridor qismimiz skvoznoy planirovka ko'rishlaringiz mumkin. 5 ta xona. Kafer qismlarimiz oshxona, prixoshka, sanuzollarimiz topli pol bo'lgan. Oshxonamizda balkoni tushgan. Kvartiramizda 3 ta balkon bor. Bitovoy texnikalari qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Chiroyli mana shunaqa dvor qismiga qaragan kattagina balkonimiz 4-qavatdagi kvartirani. Kuxnyamizda mana kotelni ham ko'rishingiz mumkin. O'zlari uchun hech qaysi kvartirada qilinmagan, vozduxini ham to'lsa agar o'zi avtomatik vozduxini ham yo'qotadi. Bu yerda alohida xonamiz bonkalarni qo'yish uchun hovliga o'rgangan mijozlar uchun qulaylik shart-sharoit qilganlar o'zlari uchun. Spalni qismimizda ham ko'rishingiz mumkin. Ikkita katta radiator plus bu yerda ham balkoni bor. Kattagina balkon. Ko'pchilik mana shu balkonni ham yotoqxona sifatida ishlatadi. Chiroyli mana shunaqa kattalarimizga mo'ljallangan yotoqxona bo'lyapti. Parking qismimizda ham bemalol mashinalaringizni qo'yishlaringiz mumkin. Охранный sistema qilingan, to'liq kameralar bor, 2 yilgacha xizmat ko'rsatadi, dogovori bor allaqachon. Cleaning servisi ham kelishilgan, liftlarni tozalaydi, podyezdlaringiz tozalanadi har doim. Bolalarimiz uchun 3 ta yotoqxona qilingan. Birinchi bolalarimizga mo'ljallangan yotoqxona. Kvartira yangi holatda, hech kim yashamagan. Sanuzollar alohida mana chiroyli mana shunaqa sanuzol, yuvinish xonasi. Hojatxonamizda ko'rishlaringiz mumkin. Ariston ham qo'yilgan, ham kotel, ham ariston qo'yilgan. Bemalol ishlatishingiz mumkin. Ko'p joylarda aristonni joyini qoldirib o'tib ketadi. Bu yerda yana bitta xonamiz. Xohlasangiz bu yerni bolalar uchun yotoqxona qilishlaringiz mumkin yoki mehmonlar uchun alohida bitta yotoqxona. Bu yerda yopiq holatdagi balkon qismimizni ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda esa kattagina bolalarimiz uchun yotoqxona qilingan, spokойный ikkita spalni mebel, tumbuchkalar, shkaflar sig'gan, yana jurnalli stolik qilib qo'yishlaringiz mumkin dars qilishlari uchun. Bu kvartiramiz Rudaki ko'chasida joylashgan. Mo'ljalimiz Brilliant City'ning to'g'risida bo'lyapti, novostroykalarimizdan.